Bu o'z joniga qasd prokuratura organlari asosan chiqargan qonunchilik ko'zdan kechirishda o'z joniga qasd simulyatsiya holati yaratilgan. Bu yerda vaqtincha saqlash hibsxonasidagi shaxs o'z joniga qasd qilib turibdi. Shu bo'yicha simulyatsiya holat yaratilgan bu yerda. Ushbu holat bo'yicha avvalambor qanday tartibda ko'zdan kechirish kerak, nega e'tibor berish kerak, hammasi bo'yicha tergovchi shu yerda hodisa joyini ko'zdan kechiradi va murdan osilib turgan holatidan yerga tushirish holatini va ekspertiza taqdim qilish holatinacha bo'lgan protsesslarni shu yerning o'zida olib boradi va bu bo'yicha ko'nikmalar olib boradi. Bu yerda vaqtincha saqlash xonasida jinoyat hodisa sodir bo'lib turganligi sababli ichki ishlar xodimlari harakatlaridan baho berish choralari ko'riladi. Xizmat tekshiruvi tayinlanadi. Ichki ishlar vazirining buyrug'i bo'yicha o'ziga zarar yetkazish mumkin bo'lgan buyumdan olib qo'yish choralari ko'rilgan-ko'rilmaganiga baho beriladi. Masalan, bu yerda bekorga biz ipni oyoq kiyim qo'ymaganmiz, sababi mumkin emas. Bu yerda ipdan mana shunday holatlarda foydalanish, o'zini bo'g'ish, yana boshqa holatlarda foydalanish mumkin bo'lgani uchun mumkin emas. Masalan, remeni bo'lmasligi kerak. Bu yerda qo'yib qo'yamiz, endi remen hisobida qo'yib qo'yibmiz. Ipni narsalarni kiritganlik holatini baho beriladi bu yerda. Birinchisi, boya aytgandek, jinsiy zo'ravonlikka oid jinoyatlar bo'yicha yaratilgan simulятsion xona bu yer. Bu yaratilgan simulятsion vaziyat qiz bilan birinchi tanishib turib, uyiga olib kelib turib, uni yaqibi o'tirib bir tanishish, yaqinda tanish maqsadida olib kelib uyiga spirtli ichimlik iste'mol qilib, ziyofat qilib turib, oxirida uni aldab turib, mast qilib turib, zo'rlik ishlatgan holda jinsiy zo'ravonlik qilyapti. Jinsiy zo'ravonlikdan keyin hayotiga zomin bo'lyapti. Bu yerda ham 118-modda, ham 97-moddasi bo'yicha simulятsion xona qilingan. Bu yaratilgan narsa tergovchi mana shunaqa vaziyat bo'lgan vaqtda qanday harakatlanishni amalga oshirish bo'yicha tushuncha hosil bo'lishi, ya'ni nazariya bo'limini amaliyotda ko'rsatish uchun shu yerda tergovchilarni hodisa joyini ko'zdan kechirish va ashyoviy dalillarni olish bo'yicha amaliy mashg'ulot o'tkazamiz. Masalan, bu yerda ko'rib turganingiz mana sigaretni pichoklari bor. Masalan, uni ekspertiza tayinlanadi, mikrotavla ekspertizasi. Uni alohida pinsepli olib olishni, mana posudalardan barmoq izlari, qon dog' izlari olish bo'yicha har qaysi bo'yicha, har bitta buyum bo'yicha, masalan, shisha sinig'i bor, mana bu yerda pichoq bor. Bularni tergovchi har qaysini alohida qanday tartibda olinishi bo'yicha biz bu yerda amaliy seminar o'tkazamiz. Masalan, pichoqni olish tartibi qanday? Mana bu yerda gilamlarda soch tolalari bo'ladi, o'sha paytda qon dog'lari bo'ladi. Shularni qanday tartibda olinadi, qanday shaklda upakovka qilinadi, hammasi o'tkazamiz. Mana bu soat ham bekorga qo'yilmagan. O'lim hodisa sodir bo'lgan vaqt bilan o'lim vaqtini aniqlash uchun tergovchilarga savollar beriladi va shuni aniqlash bo'yicha tergovchi o'zini mahoratidan kelib chiqib turib, voqea sodir bo'lgan vaqtni va o'lim sodir bo'lgan, ya'ni jinsiy erkinlik sodir bo'lgan vaqt va jabrlanuvchi o'lim bilan bog'liqlik vaqtining oralig'ini aniqlash, osmotr kelaman degunga bo'lgan vaqtda aniqlash bo'yicha bevosita tergov harakatlar o'tkazish shu yerdan. Endi bu yerda bizning prokuratura asosiy ishi korrupsiyaga oid jinoyatlar bo'yicha tergov harakatlar o'tkaziladi bu yerda. Ya'ni korrupsion jinoyatlar. Bu yerda hozir faqat pul qo'yilibdi, amaliy vaqtida birinchi navbatda shu tezkor tadbir o'tkazish tartibi bo'yicha tushunchalar o'tkaziladi. Ya'ni ariza yozilishidan boshlab, arizachi kelishidan boshlab pulga kimyoviy ishlov berish va arizachi tomonidan taqdim qilingan audio va video yozuvlarni ko'zdan kechirish, diktafon topshirish, diktafon qabul qilib olish, gumon qilinuvchini ushlash tartibi, gumon qilinuvchi ushlangandan keyin qanday protsessual tartibda bo'lgan voqea rasmiylashtiriladi, undan keyin qanday ekspertizaga tayyorlanadi. Mana masalan, endi bu yerda asosiy ashyoviy dalil pul hisoblanadi. Shu pulni shuning uchun qo'yamiz. Mana bu hujjatlar
tergovchilar oq qog'ozga shu har bitta protsessni qo'lyozma shaklda, kompyuter emas, qo'lyozma shaklda yozishni o'rganadilar. Korrupsiyaga oid tezkor tadbirlarni ariza yozilaman deguncha, yozilaman degandan mana bu gumon qilinuvchi shaxs ushlanib, ehtiyot chora belgilayman degan vaqtgacha shu yerda mustaqil nazariy ko'nikma hosil qilgan holda o'ziga topshiriq bergan holda o'tkaziladi shu yerda. Tergov harakati olib qolganda o'tkazilgan tergov harakatini yozib olish uchun video magnitofon, uni kassetalari, mikroskop, shu paytda kriminalistika, undan keyingi kriminalistik chemodan. Hozir bizda bu kriminalistik chemodan tergov portfel deb aytiladi. Shu vaqtda qabul qilingan tergovchilar tomonidan qabul qilingan qarorlar, tergovchilar foydalanish uchun yaratilgan tergov amaliyoti bo'yicha tergov namunalar hujjatlari, sobiq Sovet davridagi jinoyat kodeksi ko'rsatilgan. Endi o'zimiz tomonidan yaratilgan tergov poligonini ko'rib chiqamiz. Kriminalistika xonasidan boshlanishimizdan maqsad tergovchilar tomonidan eng muhim hodisa joylar ko'zdan kechirishda, ya'ni har qanday hodisa joyiga borishdan oldin kriminalistik vositalardan foydalaniladi. Masalan, o'z joniga qasd qilish mumkin yoki suvga cho'kish holatlari yoki bo'lmasa qotillik jinoyati, jins erkinlikka qarshi jinoyat, yo'l transport hodisasi bilan bog'liq jinoyatlar hammasida bizga kriminalistik texnika vositalari muhim va zarur hisoblanadi. Shuning uchun birinchi navbatda bu yerda ko'rsatishdan maqsadim kriminalistik texnika vositalari bo'yicha o'tkazilgan ekspertizalar bilan tanishtirmoqchimiz. Bu yerda kriminalistik chemadon, bu yerda hozir kunda foydalanishim kerak bo'ladigan ichini sanab o'tsak ham bo'ladi. Masalan, fonarik yoritish uchun bu yerda kerak bo'lsa mana tosh bo'laklaridan namunalar olish uchun shu qon namunalar bo'ladigan joylarni chopib olish uchun, kesib olish uchun foydalanish kerak bo'ladigan narsalar. Bundan tashqari mana prokuratura tergovchisi hodisa joyiga ko'zdan kechirishga chiqadigan paytda mana shu jaketdan foydalangan holda, ya'ni alohida tergovchiligini ko'rsatish maqsadida mana shu jaketni kiygan holda hodisa joyini ko'zdan kechiradi. Bu yerda har xil turdagi kriminalistik chemadonlar bor. Bular har qaysining o'zining vazifasi bor. Bu yerda masalan sud tibbiy ekspertiza namunalar olish uchun foydalanadigan chemadonlar bular. Bu yerda qo'l namunalari, ya'ni daktiloskop ekspertiza uchun narsalar olinadi, kriminalistik ekspertiza uchun olinadigan chemadonlarimiz mavjud. Bu yerda shu ashyoviy dalil sifatida olinishi zarur bo'lgan narsalarni olish uchun bu yerda kanselyarskiy nimalar, ya'ni upakovka qilish, foydalanish uchun kerak bo'ladigan narsalar joylashgan. Bu yerda hodisa joyini ko'zdan kechirgan paytda sxemasini chizish uchun kerak bo'ladigan narsa video daskoplarimiz joylashgan bu yerda. Fonarikimiz bor. Buni vazifasi ham yoritish, ham ko'zdan kechirish paytida nimalarni belgilash, chizmalarni belgilash uchun foydalaniladi. Bu barmoq izlari, qo'l izlarini aniqlash uchun jismlarga nisbatan surkab olinadi. Shu foydalangan holda skoch bilan olinadi va keyingi ekspertiza tayyorlash uchun foydalanadigan kukunlar va vositalar joylashgan bu yerda. Chekli vaqtgacha aniqlash mumkin qo'l izlarini. Chekli vaqtda yo'qolib ketadi. Qo'l izlar agar o'rnidan bosilmaydigan bo'lsa, kerak bo'lsa 3 sutkagacha, masalan, hozir shu yerga qo'yilib turib, mendan boshqa odam qo'ymaydigan bo'lsa, 3 sutkagacha, ya'ni shu terni suyuqligi nima quriyman deguncha olsa chiqadi. Kerak bo'lsa, yillab ham saqlanishiga bog'liq. Shu agar misol yildan keyin ham shu narsalar aniqlash mumkin agar saqlanib qolsa. Masalan, bu saqlanib qolishi qiyin, mana bu narsada saqlanishi ko'proq. Sababi bu yiltiroq, yilmasmon bo'lgandan keyin livoy payti supursa ketadi. Bu asosan nimalarda? Ultrabinafsha nurlar aniqlashda, izlarni aniqlash yoki bo'lmasa bilasa poraxo'rlik jinoyatlarida kukunlardan foydalaniladi. Nimalardan foydalaniladi? Ultrabinafsha nur ochkini shunaqa xususiyati bor, yoki fonariklarning shunaqa xususiyati bor. Kukunlarda izlarni aniqlash uchun alohida nimalarda fonlarda ko'rsatib beradi bu narsalar. Yorug' joyda ham
yorug'likda ham kechki paytda ham bu narsa ko'rsatadi. Mana bu ochkini taqsa, fonarikdan foydalansa, ona shu masalan korrupsiyaga oid jinoyatlarni ko'zdan kechirish paytida kukun nimani yo qalam bilan yozilgan yozuvlarni ko'rsatadi. Boshqa o'zimizga kerak bo'ladigan barmoq izlari va boshqa izlarni aniqlashda ham qon namuna, masalan, qon dog'larini alohida ko'rsatadi yoki bo'lmasa, mana boya aytyapmiz, terini qo'l izlarini alohida ko'rsatadigan xususiyatlar bor ochkilarning. Endi bu yerda ekspertizalar bilan tanishtiraman sizlarni. Sud xatishunoslik ekspertiza hammaga ma'lum, asosan bu iqtisodiy jinoyatlarda yoki bo'lmasa mulk bilan bog'liq jinoyatlarda hujjatlarni soxtalashtirish holatlari bo'ladi yoki masalan idora tashkiloti rahbarining imzosini qo'yish yoki bo'lmasa ma'lum bir mulkni o'ziniki qilib olish uchun ma'lum bir shaxs imzosini yoki yozuvlarni soxtalashtirish holatlari bo'lgan taqdirda xatishunoslik ekspertiza tayinlanadi. Xatishunoslik ekspertiza tayinlashdan oldin tergov qadar tekshirish yoki tergov davrida mana shu yozuvga nisbatan tergovchi tomonidan mana shu soxtaligi bo'yicha gumon qilinadigan bo'lsa, gumon qilinayotgan shaxsdan yoki bo'lmasa mana shu imzoni namunasi egasidan namunani olinadi va ekspertga taqdim qilinadi. Birinchi navbatda mana shu imzoni egasi beriladi. Masalan, meni imzoim soxtalashtirilgan bo'lsa, avvalambor meni imzoim olinadi. Haqiqatdan men imzo qo'yganman, qo'ymaganman. Agar meni imzoim bo'lib chiqmagan taqdirda gumon qilinuvchi shaxsning imzo nomini olib turib, ekspertizaga solishtirish uchun beriladi. Xatishunoslik ekspertizaning nimasi? Ham imzolar, ham yozuvlarni soxtaligi yoki bo'lmasa haqiqiyligi bo'yicha xulosa beradi. Endi bu yerda raqamli ekspertiza o'zini nomi bilan raqamli ekspertiza tartibot obyektlari bu yerda biza endi asosan bizada jinoyatni ochish uchun qotillik jinoyati bo'lsin, korrupsiyaga oid jinoyatlar bo'lsin, bizga eng muhim ekspertizalardan birisi bu. Masalan, telefondagi yozishuvlar, gaplashuvlar yoki bo'lmasa telefon ichidagi narsalarni olish, telefonlarni ko'zdan kechirish. Endi bu yerda hozir bu narsa kamayib ketdi, hamma biladi, flash karta nimadan foydalanish yo'q. Diskontlar ham kamayib ketdi, lekin eski yillardagi jinoyat ishlari bo'yicha bu hozir ham foydalaniladi. Kompyuter texnikasi ham shu. Masalan, yashirin iqtisodiyot bo'yicha jinoyatlar, iqtisodiyotga oid jinoyatlar bo'yicha hammamiz bilamiz, hammaning nimani texnikaning IP adreslari bor. IP adreslarni aniqlash uchun aynan shu kompyuterdan foydalanganligi yoki bo'lmasa shu ichidagi fayl qachon ochilganligi jinoyatga aloqador holatlarni aniqlash uchun tayinlangan ekspert shu ekspert tomonidan javob beriladi. Bu fleshkalar ham shu ichidagi nimalar, masalan, ichidagi narsalarni ko'zdan kechirish va o'sha ko'chirib olingan bu fleshkadagi fayl qanday kompyuterda yaratilgan yoki qanday telefonda yaratilganligi, qachon yaratilganligi, qaysi IP adresi yaratilganligini berish imkoniyati bor bu ekspertizalarning. Yozishmalarni o'chirib tashlasa, ham hozir telefonlarni o'chirib tashlab, misol uchun sizlar shartnoma qilasizlar keyinchalik. Ekspertiza hozir bizada oldin ichki ishlarda bo'lgan bu ekspertiza hozir bizada prokuratura akademiyasida ekspertiza mavjud. Telefonni yoki kompyuterdagi nimalarni o'chirib tashlaydigan bo'lsa, yozuvlarni yoki bo'lsa telefon pochtni proshivka qilib tashlaydigan bo'lsa, uni tiklash imkoniyatiga ega texnikalarimiz bor. Ha, bor. Mana shu telefon foydalangandan shu kungacha bo'lgan holatdagi fayl, Word bo'ladimi, rasm bo'ladimi, qandayki narsa bo'lsa hammasini ko'tarib turib bizga fleshka bilan taqdim qiladi. Ko'zdan kechirish uchun. Sen ko'p odam video tushib turib o'chirib tashlaydi-ku keyinchalik. Raqamli ekspertiza o'tkazish yuqorida aytganimdek shu texnikalarda mana bu hujjatlarni yaratish bo'yicha savollar bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasa jinoyat mana shu kompyuterda sodir qilingan paytdagi vaqt soat bilan ana bizada hozir asosan yashirin iqtisodiy jinoyatlardan mavjud bu davlat xaridlari, soliqqa oid jinoyatlar ishlar bo'yicha bir IP adresda ikkinchi IP adres qatnashish kerak bo'lsa, bir kompyuterda ham qabul qiluvchi ham yuboruvchi bo'lib turib o'tgan holatlar bo'ladi. Bu haqiqiy shu yashirin iqtisodiyotni aniqlash uchun IP adresini aniqlash, hujjat yaratilishi bilan yuborilishi, qabul qilinish vaqtlari sekundlarigacha chiqaradi bizlar. Shu ekspertiza beradi bizga masalan. Mana shu jinoyatni bitta texnika yordamida bitta shaxs tomonidan sodir qilinganligini aniqlash uchun kerak bo'ladi. Misol uchun hozir Toshkentda o'tirib bilgan kompyuterni boshqarish mumkin. Ya'ni IP adresini. Shunday. Bir shaxs tomonidan ikki tarafdan qatnashish holati ham mavjud. Masalan, asosiy ko'rib turganimiz qimmatbaho buyumlar hammamiz bilamiz.
metallarni asilliligi bo'yicha ekspertizalar tayinlanadi masalan bu yerda. Bu masalan sariq narsa deb tergovchi hech qachon buyumni metalni nomini aytmaydi. Kumush, oltin yoki bo'lmasa bronza deb aytmaydi. Tillasimon jism. Tillasimon jism bu qanday jismga kiradi? Oltinmi, bronzami, kumushmi deb beradi. Bu ekspertiza shunga ilmiy jihatdan javob beradi. Masalan, bu kumush bo'ladigan bo'lsa, kumush yoki qo'rg'oshin bo'ladigan bo'lsa, bu qo'rg'oshin deb beradi. Nimasini ham beradi? Proba deymiz biz, probasigacha beradi. Takoyta 999 proba yoki 888 probalik tilla qolgan sostavi bu mis deb beradi. Shu ekspertiza shuni aniqlab beradi. Probasigacha qanday jismligi, xosligini aniqlab beradi. Ketadigan ekspertiza, lekin buni farqi bu xomashyo turida bo'ladigan bo'lsa, bu ishlab chiqarilgan narsaga nisbatan tayinlanadi. Qimmatbaho metallar, quymalar, zargarliklar qimmat ko'rinib turibdi. Mana zirak, uzuk yoki bo'lmasa oltin qoliplari, simchalar. Bunda ham asosiy nimalar metalni nimasini beradi. Qanday metalga tegishliligini, probasini, qimmatlilik darajasini ham chiqarib beradi masalan. Bozor narxidan kelib chiqib, birja narxidan kelib chiqib, bu narxini ham chiqarib beradi bu yerda. Transport vositasi texnika holati tadqiqot ekspertizasi. Bu ekspertizaning eng muhim tarafi, hammamiz bilamiz, yo'l transport hodisasi bilan bog'liq jinoyat ishlarida bu muhim rol o'ynaydi. Bu yerda muhim rol o'ynashi sababi yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan paytda haydovchi tarafdan qoida buzilganmi yoki bo'lmasa uni boshqaruvidagi avtotransport vositasi texnik soz holatda bo'lganmi, nosoz holatda bo'lganmi? Agar texnik nosoz holatda bo'ladigan bo'lsa, bu ekspertiza beradi yoki bo'lmasa texnik soz holatdaligini ham beradi. Bu masalan tormozning sistemasi ishlamay qolgan bo'lsa, gazi sistemasi bir xilda qotib qolgan bo'lsa, haydovchi tarafdan yo'l transport hodisasidan oldini olish imkoniyati bo'lmaganligini beradi. Bu degani bu yo'l transport hodisasida haydovchining aybi bilan emas, mana bu texnikaning aybi bilan jinoyat sodir bo'ladigan bo'lsa, u yerda jinoyat tarkibi bor deb hisoblanmaydi. O'z nimasi bilan jinoyat tugatiladi. Bu sud transport trassologiya ekspertizasi. Bu ekspertiza agar avtomashinalar bilan avtomashina o'rtasida sodir bo'ladigan bo'lsa, shu to'qnash nuqtasini va to'qnashgan paytda qaysi haydovchi qaysi yo'nalishda harakatlanayotganligi, qaysi haydovchining yo'nalishiga o'tib turib yo'l transport hodisasi sodir qilganini ko'rsatib beradi. Mana bu yerdan ko'rsatib qo'yibdi. Masalan, bu o'zi yo'nalishi bo'yicha kelayotgan bo'lsa, bu yo'nalishda sodir bo'layotgan bo'lsa, o'sha bu boshqa, ya'ni встречный deydi, bu qarama-qarshi yo'nalishga o'tib yo'l transport hodisasi sodir bo'lyapti. To'qnash nuqtasi. Masalan, bu transport vositasi chap tarafdan udar bo'layotgan bo'lsa, bu tarafga o'ng tarafdan, bu tarafdan o'ng tarafdan udar bo'lyapti. Bu patron izini, tayanch izni o'qotar qurolni aylanligini aniqlash deganda qotillik jinoyati bo'ladimi yoki bo'lmasa harbiylar o'rtasida yoki axlatliklar o'rtasida ehtiyotsizlik oqibatida pistoletdan yoki avtomatdan chiqqan o'q natijasida tan jarohati yetkazilishi mumkin yoki ziyon yetkazilishi mumkin. U ekspertiza tayinlash vaqtida shu hodisa joyidan otilgan o'qning gilzasi olinadi. Bu shu gilza olingandan keyin shu otilgan pistolet bo'lsa pistolet, avtomat bo'lsa avtomat olinadi, ekspertizaga beriladi. Mana shu o'qning gilzasi shu avtomat yoki pistolet tomonidan otilgan, ichidan otilganmi, otilmaganmi ekspertiza bu narsaga javob beradi. Shundan kelib chiqib turib bu harakatiga baho beriladi. Masalan, boshqa gilza berilgan bo'lsa, o'sha boshqa holat bo'lganini yoki bu quroldan emas, boshqa quroldan sodir qilinganligi aniqlanadi. Sovuq qurollar sud ekspertizasi. Bu yerda sovuq qurollar hammamiz bilamiz, kesuvchi, sanchuvchi yoki bo'lmasa inson sog'ligi va tanasiga og'ir tan jarohati yetkazish mumkin bo'lgan qurollar tushuniladi. Bular har xil bo'ladi. Endi bizlarning hammamiz biladiganimiz shu pichoqlar, boltalar, xanjarlar yoki bo'lmasa mana bu ko'cha bezori tomonidan yasaladigan bu buyumlar bular. Bu obishni hayotda nima qilmaydi, o'zlari qo'l usulida tayyorlashib, foydalanishadi bu narsalardan.
Mana bu masalan palka, bu hammasi ko'cha bezori ishlatadigan narsalar. Bu ekspertiza bu aynanligini qanday, mana bu yerda savollari ham bor. Endi buni savolni o'qib o'tirmayman. Sovuq qurollarning o'zining turkumi bor, masalan, kesuvchi bor, sanchib kiruvchi bor yoki bo'lmasa jarohat yetkazuvchi bor. Mana bular to'mtoq, masalan, ko'karish, sinish oqibatida olib keladi. Buni ham xususiyati shunaqa. Mana bular narsa chopish. Mana bu ko'rganingizda sanchilarda nima, sanchib kesadi ekan. Ham bundayga foydalansa sanchiladi, bundayga foydalangan paytda kesiladigan nima, sovuq qurol turkumiga kiradi. Tak, sud trassologik ekspertizadagi buzilish qurollarini aynanligini aniqlash. Bu asosan o'g'irlik jinoyatida, qotillik jinoyatida bizga kerak bo'ladigan ekspertiza. Ya'ni uyga yoki bo'lmasa yopiq binolarga kirish uchun qulflarni qanday qurol yoki aslahada buzganligi bo'yicha tayinlanadigan ekspertiza. Bu yerda ko'rib turganlaringiz shu buzish qurollari. Masalan, uni zanjir qo'yilgan bo'lsa yoki bo'lmasa qulf qo'yilgan bo'lsa, shu zanjirni kesish, qulfni kesish yoki panjarani kesish orqali kiriladi. Bu o'sha ekspertizada qanday, qaysi quroldan foydalanganda qanday iz qoldiradi. Masalan, bu kesuvchi, bu qisuvchi, bu mana o'zining tishligi bor, atyorga teshuvchi, shundan kelib chiqib turib o'zining izini qoldiradi. Ekspert tayinlanganda aynan qaysi aslaha yordamida ochilganligini ko'rsatib beradi. Ekspertizasi ham bu tergovchilarda o'q qator qurollar, portlovchi qurollar bo'yicha tushunchalar hosil bo'lish uchun yaratilgan xonamiz bu. Sababi harbiy tayyorgarlik tergovchiga kerak bo'ladi. Harbiy tayyorgarlikdan tashqari o'q qator sovuq qurollardan yetkazilishi mumkin bo'lgan jarohatlarni yoki masalalar haqida tushunchalar bo'lish uchun yaratilgan xona bu. Asosiy o'quv seminar xonamiz bo'ladi. Tergovchilar bilan bu yerda hodisa joyini ko'zdan kechirish bo'lsin, qanday jinoyatlar bo'yicha olib boradigan bo'lsak, shu slaydlar orqali o'quv seminar o'tkazamiz. Bu yerdagi simulyatsion xona yo'l transport hodisasi bilan bog'liq simulyatsion xona. Prokuratura organlari xodim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari bo'lgan taqdirda bunday holatga chiqadi. Asosan bu 345-modda bo'yicha ichki ishlar organlari tegishli, lekin aytganimdek xodim bilan bog'liq yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan vaqtida hodisani ko'zdan kechirishni o'rganish maqsadida bu yerda jabrlanuvchini bosib o'tib ketib turibdi. Peshexod bekori qo'yilmagan. Bu haqiqatdan shunday holat yaratilgan. Mana peshexodda yo'lovchilar o'tish joyida o'tib borayotgan yo'lovchini bosib o'tib ketib turibdi. Shuning uchun bu yerda avtomashina aybdor hisoblanadi. Bu yerda yana narsa shu, mana shu mashina shu yerda o'tib ketganligi ko'rsatilgan. Shu bo'yicha qanday ko'zdan kechirish kerak bo'ladigan bo'lsa, hamma teoriya harakatlari tergovchi tarafdan hodisa joyi ko'zdan chizmasi chizilishidan mana jabrlanuvchini ko'zdan kechirishgacha bo'lgan tergov harakatlarini nazariy tarafdan olib boradi bu yerda. Bu hodisa joyidan tashqari tergovchi har doim stressda, ya'ni ular tergov harakatlar olib borishda tunu kun yurishini bilamiz. Masalan, qotillik jinoyati yoki fosh qilinmagan jinoyatlar bo'yicha kerak bo'lsa sutkalar uxlamasdan stress yurganlik sababli bu xona tashkil qilingan. Bu yerda tashkil qilinishdan maqsad birinchi navbatda xodim tergovchi stressdan chiqishi uchun filosofiya tarafidan taklif qilingan suratlar, dam olish uchun qanday nimalar kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasi sharoit yaratilib, bu yerda xodimning massaj olish uchun massaj yo'rgacha qilingan, shaxmat bekor qo'yilmagan. Bu hamma ish faoliyatidan alohida tergovchi o'zini stressini chiqarish uchun yaratilgan xona.